Xitoy doiralari Sharq Turkiston xalqini butunlay xitoylashtirish, irqiy qirg'inchilik siyosatini texnik kuchab ijro qilish uchun atalmış Uyg'ur avtonom rayonining qaromiga yetmaganlarni qo'g'dash nizomini ko'plab tashviq qilmoqda. Xitoyning Sharq Turkistondagi tashviqot organi Tangritog' Dori 5 noyabr atalmış Uyg'ur avtonom rayonining qaromiga yetmaganlarni qo'g'dash nizomini qaytadan e'lon qilgan bo'lib, mazkur nizom 2022-yil 5-27 kuni atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik 13-navbatlik xalq qurultiyi doimiy komitetining 33-yig'inida o'zgartirilib ma'qullandi. Xitoy mazkur nizomni Sharq Turkistonda yillardan buyon davomlashtirayotgan har xil xitoylashtirish, assimilyatsiya siyosatini texnik ishkirlab ishga oshirish, bo'libmi Uyg'ur o'smirlarining mengsini yuyish uchun yo'lga qo'ygan. Pokiston hukumati taratqularda bayonot e'lon qilib, davlatdagi qonunsiz ko'chmanlarni keng ko'lamda bartaraf qiladiganligini va mushu oydan boshlab qonunsiz ko'chmanlarni chegaradan qo'g'lab chiqarishni boshlaydiganligini e'lon qilgan edi. Navbatda Pokistonning Rawalpindi shahrida yashayotgan 20 oilalik 100dak Uyg'ur bor bo'lib, bu qaror ularning andishiga solgan. Egilinishcha Pokistondagi Uyg'urlarning ko'pinchisi 1960-yillarda Xitoyning bostirishlari sababli Qashqar va Yakan qatorliq joylardan Afg'onistonga kelib panohlangan Uyg'urlarning avlodlari ekan. 1980-yillarda sobiq Sovet Ittifoqi armiyasi keng ko'lamda Afg'onistonga tajovuzchilik urushi qo'zg'aganda, bu Uyg'urlarning bir qismi Afg'onistondan qochgan millionlagan musofirlar bilan birlikda Pokistonga ko'chman bo'lib kelib qolgan ekan. Xitoy doiralari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti alohida dokladchilarining Tibet avtonom rayonidagi yotoqliq maktablarining yerlik millat bolalarini rasmiy ma'rif orqali assimilyatsiya qilishni maqsad qilganligi to'g'risidagi ayblashlariga javob qaytardi. BDT mutaxassislarining ko'rsatishicha, Xitoyning Tibet avtonom rayonidagi yerlik millatdan taxminan 1 million bola oilasidan ayrilib, davlat qaramog'idagi yotoqliq maktablarda madaniyat assimilyatsiyasiga uchragan. Xitoy rejimining xususiy korxonalar orqali yadro qurollarini yasashda ishlatiladigan ilg'or uskunalarni import qilganligi ilgari surildi. Tayvan radiosining 7-noyabr xabar qilishicha, Amerika bilan texnik urushining keskinlashishiga ergishib, Xitoy ilg'or o'zaklarni import qilishning yo'llarini izlab qolmay, mexanikining manbasi deb atalgan uskunalar Xitoyning setilish nishoniga aylangan. Nikkei Osiyo torining tekshirib bayqashicha, Xitoyning harbiy sanoat organlari Amerikaning eksport qor tizimligiga kirgizilgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy yanada 2 va 3-qo'l xususiy korxonalar orqali Yaponiya, Germaniya va Tayvanga o'xshash davlatlar eksport qilgan ilg'or va yuqori iqtidorli uskunalarni import qilgan. Xitoyning xalqaro vaziyatdagi qalaymag'anchilik fursatidan foydalanib, Tayvanga hujum qilishni to'sishning bir necha turli yo'li o'tirg'a qo'yildi. 8-noyabr tashqi ishlar torida Xitoyning Tayvanga hujum qilishni to'sishning to'g'ri yo'li sarlavhalik maqola e'lon qilingan bo'lib, maqolada Amerikaning Xitoyga qarata cho'qim atrofli tahdid solish strategiyasini qo'llanib, Xitoyning Tayvanga tajovuz qilish yoki qamal qilishining oldini olishning zarur ekanligi, garchi harbiy iqtidor muhim bo'lsa-mu, ammo cheklashda siyosiy va psixologiyalik qoyil qilish tadbiri bo'lishi kerakligi ta'kidlangan. Maqolada Amerika Xitoyni Tayvanga hujum qilishdan cheklamoqchi bo'ldi ekan. Cho'qim Tayvanni aniq va qat'iy qo'llaydiganligi haqida signal berishni oldingi o'ringa qo'yish kerakligi o'tirg'a qo'yilgan. Amerika Moliya ministri Janet Yellen Xitoyning iqtisodiy munosabatga mas'ul muavin bosh ministri Xi Lifeng bilan aloqani kuchaytirishga qo'shilganligini bayon qilib, o'zlarining qarz masalasidan tortib, klimat o'zgarishiga munosabatli iqtisodiy masalalargacha dunyoviy xiristlar ustida o'rtaq tirishishni xohlaydiganligini aytdi.